Salom qizlar, yaxshimisizlar? Men Xonzoda Akbarovman. Korsetlar sotuvchi qizman va bilasizlar, men kiprlar qo'yishni boshladim, o'rganganman va endi mana 4-5 marta qilishni o'rgandim. No ancha qo'lim kelishib qoldi qizlar. Sizlar bilan birga kiprik qanaqa qo'yishimni ko'rsataman qizlar. Bizga shunaqa kley kerak bo'ladi. Siz sizda bor kipriklarni oling, shunaqa prinsipda bo'ladi va bilasizlarmi, kiprikni ikki xil anaqa uslubi bor. Tepadan qo'yish va pastdan qo'yish uslubi bor. Men hozir tepadan qo'yish uslubini ko'rsataman, keyin уже pastdan qo'yish uslubini ko'rsataman. Любой shunaqa darscha olamiz, ya'ni ustiga biz klem tomizamiz va keyin уже bemalol keyinchalik artib olsangiz ham bo'ladi. Shu narsamni olib, ustiga klem mana qilib qo'yaman. Ba'zi kipriklarni o'zini kleyi bo'ladi, lekin men afsuski u kley bilan hech chiqisha olmadim, chunki yaxshi yopishtirmaydi kiprigim va tez tugab qoladi. O'shaning uchun shu kleyni sotib oldim, juda ham barakali. Men уже necha marta 10 marta qilishga harakat qilyapman. Aytmoqchiman, ana 10 marta popitka bo'ldi. Ya'ni shu kley tugab qolmadi, alhamdulillah. O'shaning shu kleyni ishlatyapman. O'shaning siz ham shu kleyni olsangiz bo'ladi. Endi boshlaymiz. Kiprikni olish qulay bo'lishi uchun shunaqa qilib aylantirib olasiz diskasini va shunaqa qilib sekin ildizdan olishni boshlaysiz. Kiprikni olish uchun pinsepda uchidan foydalaning shunaqa qilib. Men bilasizlarmi, osonroq va tezroq bo'lish uchun birinchi hamma menga kerak kipriklarni raqamlarni yechib olaman. Hammasini stol ustiga alohida qo'yib olaman, чтобы har safar shunaqa qilib yulib asabiylashmaslik uchun bittada hamma kerakli kipriklarni ajratib olsangiz, shunda oson bo'ladi. Boshqa chalg'imaysiz bunaqa qilib kiprikni paletkadan uzishga. Kiprikni o'zimizning kiprigimiz ustidan qilganimiz sababli shunaqa qilib imенно kiprikni popa tarafini biza kleyga botirishni boshlaymiz. Va sizlarga life hack 2 soat qilmasligingiz uchun va 2 soat sovutmasligingiz uchun shunaqa qilib hamma kipriklarni birinchi kleyga botirib olinglar. O'zi sovib turadi, kakrasani yopishadigan holiga kelib turadi va sirazi ketma-ket qo'yib olasiz. Men shunaqa qilib kiprigimni 5 minut ichida qo'yib olaman. Bu videoda endi 2 soatlik variantini ko'rsatganman. Ya'ni bitta yuvasiz, kleyga tiqasiz, keyin fuflaysiz 2 soat, keyin kiprikga qo'yasiz. Bu 2 soatlik variant. Atak men hozir sirazu hamma kipriklarimni kleyga botirib olaman, keyin ketma-ket qo'yib tashlayman. Bo'ldi. Shuni juda ham tez qo'yiladi qizlar. Sizlar ham shunaqa qo'yishga harakat qilinglar va обязательно bu videoga like qo'yinglar, chunki men imенно uyda o'tirayotgan, menga o'xshagan qizlarni uyda chiroyli bo'lib, narashkaga hammani ham vaqti yo'q, hammani eri ham pul bermaydi. Atigi arzongina kiprik olib, shunaqa qilib chiroyli bo'lib uyda o'zingizga qarab yursangiz, qancha mazza bo'ladi. Kiprik qo'yishni обязательно o'rganinglar. Xohlaganingizda kiyib olasizlar, xohlaganingizda qilmaysizlar umuman, lekin kiprik juda ham chiroyli ekan. Ayol kishini ochar ekan, erim ham boshqa ko'zlar bilan qaraydi men kiprik kiyayotgan paytim. Shuning uchun bu videoga like qo'yinglar iltimos va 100 ta do'konlarga tashlaylar, chunki har bir ayol uyda o'tirayotgan ayol o'ziga qarab yursa, xudo xolasa, anaqa baxtli oilalar ko'payadi inshaalloh. Erlarimiz ham bizdan yanada ko'proq yaxshi ko'rishadi va inshaalloh baxtli, saodatli bo'lib hammamiz yashaymiz. Eng asosiysi er uchun emas, faqatgina o'zingiz uchun. O'zingiz shunaqa mazza qilasiz, oynaga qarab, voy shunaqa go'zal ekanman, shunaqa chiroyli ekanman deb o'zingiz sevib tashlaysiz. Shuning uchun o'zingiz uchun harakat qiling. Men masalan bu videoda 3-marta ustidan kiprik qo'yaman. Ko'rayotganingiz men ham sekin juda ham qo'yaman, chunki ustidan qo'yish qiyinroq. Mendan ko'proq pastdan qo'yish yoqadi kiprikni. O'shani men sizlarga yo'lni o'rgataman. Ikkinchi qismda, bu birinchi qism tepadan qo'yish usuli. Juda ham ko'p en Baxtiyarovdan qanaqadir boshqa blogerlar ko'plari ustidan qo'yishadi, lekin afsuski menga bu sal noqulayroq tuyuldi. O'shaning uchun men pastdan qilaman qizlar. O'shaning uchun sizlar o'zingizga qaysi yaxshiroq chiqayotgan, o'xshayotgan bo'lsa, o'shani qilinglar. Bu birinchi qism, ya'ni tepadan qilishi ikkinchi qismni обязательно kommentariyaga yana ikkinchi qismini qo'ying, pastdan qo'yishni o'rgating deb kommentariyaga ko'p yozsanglar обязательно olaman, chunki sizlarga kerak emasligini bilishim kerak. Ko'p kommentariyaga ikkinchi qismini qo'ying desanglar qo'yaman. Ko'rayotganingizda men ham oldim, kley surdim, fuladim, qo'ydim. Shunaqa qilib 2 soat yo'lini qilaman. Aytganimdek tez qilishinglarni xohlasanglar, sirazu kipriklarni yulib olasizlar o'zingizlarga, keyin kleyga botirib olasizlar, keyin o'sha qo'yib qo'yasizlar. Men shunaqa qilib 5 даже 3 minutda qo'yib tashlayman hozir kipriklarni. Shuning uchun sizlar ham shunaqa usulda qilsanglar bo'ladi. Lekin asosida siz o'rganayotgan paytingiz lutchi botirib qo'ymang kiprikka, chunki tez qotib qolishi mumkin. Siz endi o'rganayotganingiz men qilayotgan usulda qilganingiz yaxshiroq. Kipriklarni hammasini qo'yib bo'lganingizdan keyin обязательно shu pinsepni yaxshilab artib oling, pudraga qilib olsangiz bo'ladi va keyin shunaqa qilib imенно bir-biriga hammasi bitta chiroyli bo'lib kiprikda turishi uchun shunaqa qilib oxirida pinsep bilan hammasini shunaqa qilib ustidan qisib chiqing, o'shanda zo'r bo'ladi. Keyin tush bilan обязательно kiprigingizni ham bo'ying, ikkalasini yana bir marta shunaqa qilib pinsepda yurg'izib chiqing. O'shanda bir-biriga qamashib, chiroyli bitta bo'lib turadi. Juda ham go'zal chiqdi. Qaranglar, qancha meni ochganini. Videoga like qo'ying, 10 ta do'koningizga jo'natib qo'ying va kommentariyaga men ham bugun qilaman deb обязательно o'zingizga so'z berib qo'ying, обязательно qilib ko'ring. Ancha o'zingizni samotsentkangiz, o'zingizga mehringizni, sevgingizni rosa oshiradi. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman, men Xonzoda Akbarovman, korsetlar sotaman va bittada 2 ta razmerga tushadigan, figurangizni qum soat qiladigan korsetlar kerak bo'lsa menda bor va qoringiz qolib ketgan bo'lsa to'g'ridan keyin yoki kesirdan keyin
qorinlarga qolib ketgan bo'lsa, bizlar sizlarni korsetlarni kiyib ozodsiz bo'ladi. Menga Telegramga yozing, Telegram pastda qoldirdim. Hamma korsetlarim, figurangizni qumsoat qiladigan korsetlarimiz haqida ma'lumotlarni tashlab beraman. Rasmlar bilan, videolar bilan bemalol ko'rib, xarid qilsangiz bo'ladi. Zo'r narxlarda qilib beraman. Dastavkali ham bepul.